Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. MC5 loyihasini davom ettiramiz. Demak, endigi navbat ikkinchi savollarga yetib keldi. Ikkinchi savollarni ko'rishni boshlaymiz. Demak, birinchi savolimiz hisoblang ekan. Xo'p, demak, buni hisoblaymiz. Kasr chizig'i. Xo'p, aralash kasrlarni noto'g'ri kasrga aylantirib olaman birinchi. 2/3 demak 7 taqsim 3 bo'ladi. Ko'paygan keyingisi 3 taqsim 2. Qo'shilgan 3 ko'paygan bu esa 4 taqsim 3. Bo'lingan 5 taqsim 2 ku buni birdaniga ko'paytirish qilib teskarisini yozib olaman. 5 dan 2 deb. Maxrajiga o'tamiz endi. 3 dan 2 qo'shilgan xo'p 7 taqsim 2 ko'paygan 6 taqsim 5. Davom ettiramiz. Tenglik. Xo'p, mana bu yerda uchlar qisqarib ketar ekan, 7 taqsim 2 qoladi. Qo'shilgan mana bu yerda ham uchlar qisqarib ketadi-da, 4 qoladi. Ko'paygan 2 taqsim 5 ekan. Maxraj 3 qo'shilgan 7 10 taqsim 2 bo'lyapti. Demak, bu 5 ga teng. 5 ko'paygan 6 taqsim 5 bo'lar ekan. 5 lar qisqaradi-da. Bizda demak qolyapti 7 taqsim 2 ga 4 ni qo'shishim kerak. Bu 15 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ko'paygan 2 taqsim 5 to'liq taqsim 6. 2 lar qisqaryapti. 15 bilan 5 qisqarsa mana bu yerda 3 demak 3 taqsim 6 qolar ekan bizada. Bu esa bizada 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak bizada to'g'ri javobimiz B kalit bo'lar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Bu ham hisoblang sharti darajalarga bog'liq ekan. Demak, ketma-ket hisoblashni boshlaymiz. Birinchi 81 dan 4-darajali ildiz olish kerak, keyin uni 3-darajaga oshirish kerak ekan. Demak, 81 dan 4-darajali ildiz olsam 3 chiqadi. Demak, bu 3 ni kubiga teng ekan. Keyingisi 64 dan kub ildiz olish kerak ekan, o'shani -1-darajasi keyin. -1-daraja turaversin, kub ildizni o'zini olaman. Demak, bu 4 ni -1-si bo'ladi. -125 dan kub ildiz olsam, bu 5 ni o'ziga teng bo'ladi. Minus demak, mana manfiy darajani ta'sir qildirsam 625 taqsim 16 bo'ladi. Shundan ildiz oladigan bo'lsam 25 taqsim 4 bo'lar ekanda. Shuni 1 taqsim 2-si degan. Endi 3 ni kubi bizada 27 ni beradi. 4 ni -1-si 1 taqsim 4 ni beradi. Ayrilgan 5 minus 25 taqsim 4. Shuni 1 taqsim 2-darajasi ekan. Barobar. Demak, mana bu ikkalasini hisoblasam, xo'p, minus 24 taqsim 4 bo'ladi. U minus 6 ga teng bo'lar ekan. Demak, 27 ayrilgan minus 5 minus 6 bo'lar ekan. Shuni 1 taqsim 2-si bo'ladi. Demak, bu 27 dan 5 ni ayirsam, 6 ni ayirsam, demak 11 ni ayirganim bo'ladi. 27 dan 11 ni ayirsam 16 bo'ladi-da. 16 ni 1 taqsim 2-si bo'lar ekan. Bu degani 16 dan ildiz olaman degani. Bundan esa bizada 4 chiqadi. To'g'ri javobimiz C variant bo'lar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, bunda ham hisoblang deb shartida davriy kasrlar bilan bog'liq ekan. Xo'p. Demak, bularni dastavval oddiy kasrlarga aylantirib olamiz. Demak, 2 butun davrda 5 degani bu 9 dan 5 ga teng. Bo'lingan 5 butun 9 dan 1 bo'ladi. Qo'shilgan 0.8 esa 9 dan 8 ga teng. Bo'lingan 1 butun 9 dan 7. Endi bularni noto'g'ri kasrga aylantirib bo'lishlarni birdaniga ko'paytirishga o'tkazib ketaveraman. 9 kira 2 qo'shilgan 5. 23 taqsim 9 ekan. Xo'p, ko'paytirish deyman. 9 birdaniga yuqoriga chiqadi. Pastda esa 46. Qo'shilgan 8 taqsim 9 ko'paygan, demak 9 yuqoriga chiqadi-da, pastda 16. Bo'ldi. Endi bu yo'q oddiy bo'ldi. Xo'p, 9 lar ketadi. 23 bilan 46 qisqarsa bu yerda 2 qoladi.
8 bilan 16 qisqarsa bu yerda 2 bular ketadi. Demak, 1 taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim 2 qolyapti bizada. Bu demak bizada 1 ga teng. To'g'ri javobimiz C variant bo'lar ekan. Keyingi savol 4. Ifodani soddalashtiring debdi. Demak, ildizli ifodalar. Xo'p, birinchi kasrni suratini soddalashtirib olaman. Demak, umumiy makhraj bersam ildizda 3 qo'shilgan 1 taqsim ildizda 3 bo'ladi. Ildizda 3 ni birdaniga makhrajga tushirib yuboraman. Mana bunday qilib. Qo'shilgan 1 taqsim ildizda 4 qo'shilgan ildizda 3 bo'ladi. Ko'paygan ildizda 3. Endi birinchi ko'paytirib ochib chiqay qolay shuni. Ildizda 3 ga ko'paytirib ochib chiqay. Mana birinchi makhrajdagi ildizda 3 ketadi-da. O'zi mana bu ikkalasi qisqarib ketar ekan. Ildizda 3 ni o'zi qoladi 1 taqsim. Ildizda 3 bilan qisqarsa 1 ni o'zi qolar ekan. 1 qo'shilgan ildizda 3 taqsim ildizda 4 qo'shilgan ildizda 3 bo'lar ekan. Mana shu ko'rinishda qoldi. Endi buni umumiy makhraj beraman. Ildizda 4 qo'shilgan 2 ildizda 3 taqsim ildizda 4 qo'shilgan ildizda 3. Endi ildizda 4 ni 2 ligini bilamiz. 2 qo'shilgan 2 ildizda 3 deymizda. Makhraj ham 2 qo'shilgan ildizda 3 bo'ladi. Endi 2 ni chiqarib olaman suratdan. 1 qo'shilgan ildizda 3 qoladi. Makhraj 2 plus ildizda 3 bo'laversin. Endi ratsionaldan qaraman. 2 minus ildizda 3 ga surat makhrajini ko'paytirsam 2 minus ildizda 3 ga ko'paytirdim mana. Makhrajimiz 4 ayrilgan 3 bo'ladi. Bu 1 ga teng. Demak, suratni hisoblab qo'ysam bo'ldi. 2 kara xo'p 2 ayrilgan ildizda 3 qo'shilgan 2 ildizda 3 minus 3 bo'ladi. Xo'p, barobar. Demak, 2 kara xo'p 2 dan 3 ayirsam minus 1. Xo'p, 2 ildizda 3 dan ildizda 3 ketsa ildizda 3 qolar ekan. Demak, 2 ildizda 3 minus 2 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz bizada xo'p B variant bo'lar ekan. Oxirgi 5-savolimiz. Hisoblang debdi. Buni shartida ham. Demak, birinchi darajalarni hisoblab olaman. 1 taqsim 4 ni -3 darajasi bu 4 bo'ladi. Demak, 4 ni kvadrati bo'lyapti. Bu 16. Ayrilgan 3 ko'paygan 8 dan 3-darajali ildiz olib kvadratga oshirish kerak. Bu ham 4 bo'ladi. 4 ni 0-chisi esa 1 ga teng. Qo'shilgan 9 taqsim 16 ni manfiy darajasi 4 taqsim 3 ni kvadrati bo'ladi. Ildiz olish kerak. 4 taqsim 3 ni o'zi bo'ladi-da. Demak, minus 3 ni minus 1-chisi esa 1 taqsim 3 bo'ladi. Bo'ldi. Endi 16 ayrilgan 12. Xo'p, bu yoqda 4 taqsim 3 dan 1 taqsim 3 ketsa 3 taqsim 3 bo'ladi. Bu esa 1 ni o'ziga teng. 16 dan 12 ni ayirsam 4, 4 ga 1 ni qo'shsam 5 bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javobimiz D variant bo'lar ekan. Shu bilan ikkinchi savollarimizni ham yechimlari o'z yakuniga yetdi. Keyingi savollarda ham bizni kuzatishni davom eting. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.